Demak, bu misol DTM 2025 da sizga tushib qolishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring. Uchlari 2.7, 5.7 va 5.11 nuqtalarda bo'lgan uchburchakni perimetrini toping. Demak, bizga qanaqadir bir ixtiyoriy uchburchak berilgan. Uni uchlari demak A, B, C. Demak, koordinatalari bor. Demak, perimetrni topish uchun biz uni 3 ta tomonni qo'shishimiz kerak. Ya'ni A, B ni, hop, B, C ni va A, C ni. Yaxshi. Topamiz. Demak, AB tomonni uzunligini topish degani bu B ni koordinatalaridan, ya'ni keling mana buni A desak, buni B desak, bu C bo'lsin. Demak, B ni koordinatalaridan A ni koordinatalarini ayirib kvadratga ko'tarish kerak. Ya'ni 5 dan 2 ni ayirib kvadratga ko'taramiz. Plus deymiz, 7 dan 7 ni ayirib kvadratga ko'taramiz va ildiz olamiz. Bu ikki nuqta orasidagi masofa formulasini. Bu 0, bu 3, kvadrati 9, ildiz olsak yana 3. Yaxshi. Endi BC ni topamiz. Xo'p, BC degani bu C ni koordinatasidan B ni koordinatalarini ayirish kerak, ya'ni moslarini. 5 dan 5 ni ayiramiz. Kvadratga ko'taramiz. Plus 11 dan 7 ni ayiramiz. Kvadratga ko'taramiz va umumiy ildiz olamiz. Xo'p, bu yerda 0 yana 4, 4 ni kvadrati 16, ildiz olamiz yana 4 degan. Yaxshi, endi bizda AC degani xuddi shunday C ni koordinatalaridan A ni koordinatalarini ayiramiz. Moslarini. Demak, 5 dan 2 ni ayiramiz, kvadratga ko'taramiz. Plus 11 dan 7 ni ayiramiz, kvadratga ko'taramiz va ildiz olamiz. Bu 3, kvadrati 9. Bu 4, kvadrati 16. Ikkalasini qo'shsak 25, ildiz olamiz 5. Demak, bizda e'tibor bering, bu uchburchagimiz to'g'ri burchakli ekan, ya'ni 3, 4, 5. Endi perimetr deganda biz 3 ta tomonini yig'indisini qo'shib qo'yamiz, ya'ni 12 ga teng bo'lar ekan. Agar bu misol DTM 2025 da sizga tushib qolsa, uning javobi 12 bo'ladi. Videoga like bosish, abituriyentlarga ulashish, kommentda o'z fikrlaringizni qoldirish esdan chiqmasin. Imtihon yaqin, barchangizga omad tilab qolamiz.